Mana nima uchun Real Madrid dunyoning eng sevimli jamoasi. Kecha bu voqeani siz ham ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bernabeuda o'yin boshlanishidan avval bir yigitga hurmat izhor etildi. Bu bolaning ismi Abdurahim. 16 yoshli marokashli Madrid muxlisi hisoblanadi. Marokashda zilzila bo'lgan paytda uning ota-onasi halok bo'ldi. U mana shu paytda ko'z yoshlarini ignada bo'lgan Real Madrid formasiga artgan va bu klubning e'tiborini tortgan. Qirollik klubi uni Marokashdan Madridga chaqirib oldi va barcha to'lovlarini to'lab berdi. Har bir Real Madrid futbolchisi u bilan ko'rishdi va o'sha ko'z yoshlari artilgan futbolkaga imzo chekdi. U kechagi Espanyolga qarshi uchrashuvni boshlab berdi va butun Bernabeuni olqishladi. Siz mana shu voqealardan keyin ham Real Madridni yomon ko'rasizmi? Siz Real Madrid muxlisi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring.